20 yildan oshuv bo'lgan shu imoratimizga bizib tashlashga uvol bo'lsa kerak. Izohlarda o'zingizlar fikringlarni qoldiringlar yoki ma'rifat qilsa ham yashab ketsa bo'ladimi? Umumiy maydoni 4 sotix 20 ga 20 fasad shu yerda egalar bo'lib beramiz deb aytishdi. Paltarashka qilib qurilgan 8 ta xonasi ham bor. Turgan manzilimiz ham zo'r, egalariga pul srochniy kerak bo'lib qopti. Kattaroq sabablar qilib bersangiz deb aytdim. Birinchi savdo aytgan narximizda ancha qimmatga klientlar kelgan, berishmagan. Hozir juda ham pul zarurligidan sotamiz deb aytishdi. 120 mingdan startiga qo'yilgan edi, 110 mingdan yuqori klientga ham bermoqdim deb aytishdi. Kelis Abdurahmonov sentrida bo'ladi. Nig'matjon guzaridan 200-300 metr kirganda, mana men imoratni ko'ryapsizmi? 20 ga 20 sini bo'lib berishyapti. Yana 8 ta tayyor xonaligi ham bor yoki 2 ta uchastka qurib olsanglar ham juda shikala. Asfaltli qilingan, mana mahallalarimizni ko'ryapsizlarmi? Tinchgina. Kelis Abdurahmonovdan uchastka quraman deydiganlar yoki shaharda to'rxonali pulli o'rniga uchastka olish imkoniyatiga ham egasizlar. Bu razmerlar juda zo'r. Egalariga pul srochniy kerak bo'lib qopti. Video opsiyadan nomerlar qoldiramiz. Sababchi bolalar nomidan 105.900 ga bemalol tepasiga kelib barakasini qilsanglar bo'ladi.